Kattalarga hurmat ketib qolyapti. Ota-onaga hurmat ketib qolyapti. Rasululloh alayhisalom payg'ambarimizning masjidlariga bir keksa otaxon kirib kelayotganda unga yo'l ochishlikka sahobalar kechikib qolishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bizni kichiklarimizga shafqat qilmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan bizdan emasdir deb qo'ydilar. Qarang, sahobalarga darhol ogohlantirish beryaptilar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ey Muhammad alayhisalom, Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishlikka va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurur. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Endi xitob qilyaptiki Alloh taolo siz va biz mu'minlarga agar seni huzuringda ularni ikkovlari yoki birlari keksalik yoshiga, qaralik yoshiga yetgan bo'lsalar, fala taqullahuma uff. Ularga ish buyurgan paytlarida, ular bilan muomala qilib turgan paytingda uff degan so'zni gapirmagin. Vala tanharhuma. Ularni jerkimagin, qo'pol taqal so'zlarni gapirmagin. Va qullahuma qawlan karima. Va ularga karamli, yumshoq so'zlarni topib gapirgin. Waqfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah. Va mehribonlikdan bo'lgan hokisorlik qanotingni ota-onangni huzurida past tutgin deyapti Alloh taolo. Farzandlarni ota-onani oldida qanday odob qilishlikka o'zi buyuryapti. Hokisorlik bilan o'tirishlik va ularga chiroylik, yumshoq so'zlar bilan muomala qilishlikni Alloh taolo buyuryapti. Va qur robbirhamhuma kama robbayani saghira. Va oyatning oxirida duo qilishni ham Robbimiz o'zi ta'lim berdi. Va ey Robbim, ular ota-onam meni yoshligimdan tarbiya qilib boqqanlaridek, tarbiya qilganlaridek sen ham ularga rahmat nazaring bilan boqqin. Ularni holiga dunyoy oxiratda rahim qilgin deb duo qilishligimizni ham Robbil alamin o'zi o'rgatyapti. O'zi ta'lim beryapti. Imomi Abul Barakot Nasafiy rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin, mana shu oyatni tafsirida va qullahuma qawlan karima. Ota-onangga karamli so'zlar, yumshoq so'zlarni so'zlagin, gapirgin degan oyatni tafsirida ularni ota-onani ismlari bilan chaqirmagin deb ma'no bergan ekanlar. Ba'zi birlar otasini ismini aytib chaqirar ekan, ba'zi birlar onasini. Bu buyuk bir beodoblik bo'ladi. Buni o'rniga qiblagohim, volidam yoki bo'lmasam otajon, onajon degan so'zlar bilan muomala qilishlikka Alloh taolo buyurayotganligini vatandoshimiz buyuk alloma Imomi Abul Barakot Nasafiy o'zlarining tafsirlarida mana shu oyatni tafsirida mana shu ma'noni aytib o'tgan ekanlar, sharhlab o'tgan ekanlar azizlar.